Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi sifatida sizlarga bugun o'zbek adabiyotining durdonasi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asarini tavsiya qilmoqchiman. Bu asar o'zbek romanchiligining ilk namunasi bo'lib, 1925-yilda yozilgan bo'lishiga qaramay, bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Yuraklarga yaqin, qalblarni larzaga soluvchi muqaddas bir asardir. O'tgan kunlar bu oddiy muhabbat voqeasi emas. Bu xalq, vatan va millat, qadriyat va iymon haqida dardli hikoya. Asarda bosh qahramonlar Otabek va Kumush orqali jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, qadriyatlar bilan zamonaviy fikrlarning to'qnashuvi va eng muhimi insoniylik, fidoyilik, sadoqat masalalari chuqur yoritilgan. Qodiriy bizga faqat bir hikoya emas, balki xalqning ruhiy portretini, tarixiy ongini, hayot falsafasini beradi. Asardagi til nafis, obrazlar jonli, voqealar hayotiy. Men ushbu asarni ayniqsa tarixni sevuvchilar, badiiy adabiyot orqali jamiyatni anglamoqchi bo'lganlar, o'zbek tili va adabiyotiga mehr qo'yganlar uchun tavsiya qilaman. O'tgan kunlar bu bizning kimligimizni, ildizimizni, o'zligimizni eslatib turuvchi badiiy yodgorlikdir. Har bir sahifasi o'ziga xos ibrat, har bir satri yurakka ta'sir qiladi. Shunday ekan, ko'nglingizda tarixga muhabbatga, fidoyilikka va adolatga chanqoqlik bo'lsa, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asari siz uchun bebaho manbadir. Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi sizni bu asarni qayta o'qishga, yosh avlodga tavsiya etishga va undagi qadriyatlarni bugungi hayotga tatbiq etishga chaqiradi. Diqqat bilan tinglaganingiz uchun tashakkur.